Yeydigan narsani yerga to'siz bo'lamdi bolam. Yerga taslaydigan yer to'ssa. Topma. Qizim degan tush qilaylimi? Nima qilayli yappa? Ma'qul. Keterlik materiallar 3 kilo un, 40 tal tuxum, 30 gram powderdan. Qiyomga keterlik materiallar 1 kilo 700 gram asal, 1 kilo 700 gram shakar, 250 gram suv. Oldi bilan unni silib olamiz. Endi powderni silib olamiz. Endi tuxumni quyib olamiz. Bu tushimizga bir temimiz suv qatmaymiz jumo. Mush tuxumning o'zi bilan yug'uriladi. Tushimizdan xamirimiz tayyor bo'ldi. Endi ilib olsak bo'ldi. Tushimizdan xamirimiz tinib tayyor bo'ldi. Bir xamirimizni 500 gramdan bo'lib olamiz. Biz mana cho'ng mashinada xamini yoydigan bo'lgan ekan. Sizlar uy oldi qilsanglar bir xamini 150 gram apchor qilsanglar bo'ldi. Zo'l qilib olsak. Har bir zo'l qilib olgan xamirimizni mishta ichib olamiz. Şaplışıp kalmaslık için kulğununu çıkırak verimiz. Yiyip tayyor bo'lgan xamirimizni yamenciga silib, mishta holatda kesib olamiz. Endi tayyor bo'lgan xamirimizni mayda solib qilib olsak ham bo'ldi, ha? Mana mishta suv sag'irgan holatda suzib olamiz, ha? Chiroyli pishdi mana. Endi tushning qiyamini tayyor qilib olaylik. Suyini oldidan quyamiz, shakarni silib olamiz. Silni silib olamiz. Ana yuqori o't qaynatamiz, ha? Qiyamimiz musholat kelganda, yana 10 minut qaynasam bo'ladi. Qiyam musholat kelganda bo'ladi, ha? Pishirib olgan tushimizning tepiga qiyamni to'kib, yaxshi aralashtirib, diskga asaqlan bo'ladi, ha? Kelin qizim bilan aralashtirib deyli. Bir adam qilg'in bo'lmaydi juma bu ishlarni. Lisimizga ko'k uzum, qor kunjut, meyvani mishta chechib olamiz. Ustiga qo'limizni suvga tiqib turib, yo'l qilib turib, tushimizni ilib olamiz, ha, liska. Yana boshqa nimalarni o'rganganlar bo'lsa, Inkas rayoniga 6 raqamni yo'llab qo'yinglar. Qashurimizni yetib, ustini tuzlab olamiz, ha. Bizga elib mishta tuzlab olgandan keyin bir kecha turg'izib ham iste'mol qilsanglar bo'ladi. Bir kecha turg'izgandan keyin mush tushimiz bisholatda bo'ladi. Mana tayyor bo'ldi. Mana tushlarimiz shunda o'xshab ketdi. Agar polk o'rganganlar bo'lsa, Darsan diqqat qilinglar.